Eshitama. Assalomu alaykum, TSB bankdan bezovta qilamiz, kredit olmoqchi ekansiz. Ha? Nech pul olmoqchisiz, opa? 5 million. U pulni nima qilasiz keyin, opa? Bankingizga omonatga qo'yaman. Keyin nima qilasiz? O'zingizlarni bankingizlarni sotib olaman. O'ylab gapiryapsizmi, opa? Yozgan foizga 5 millioninglarni qo'shib, sizlarni sotib olaman. Rost bo'lmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Iloyo ilovanda TSB bankdan kreditimni adobrit qilishsin. O'tdan million pul berishsin. Pullarni olib ishlatishni boshlaganimdan keyin TSB bank endi yopilyapmiz, biz bankrot bo'ldik deyishsin. Keyin pulim umuman mendan qaytib so'rashmasin. Men milliarder bo'lib ketganimdan keyin ularni o'zi meni yonimga kelib pul berib turing deb ketishsin. Keyin men ularga qarab foizni katta deb aytay. Keyin foiziga ko'ngandan keyin ham kredit bermayman dey. Amin.